Salom hammaga. Mavzumiz media savodxonlikni qanday oshirish mumkin? Rejamiz. Kirish. Media savodxonlik nima? Media savodxonlikning asosiy tushunchalari. Media savodxonlikning ahamiyati. Media savodxonlik darajasini baholash. Media savodxonlikni oshirish yo'llari. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Ishonchli manbalarni tanlash. Raqamli madaniyat va axloqiy ommaviy axborot vositalari bilan qonuniy munosabat. Xulosa. Kirish. Media savodxonlik nima? Media savodxonlik bu insonning turli axborot vositalaridan tarqalayotgan xabarlarni tushunish, tahlil qilish, baholash va shu asosda to'g'ri xulosa chiqarish ko'nikmasidir. Bugungi raqamli davrda har bir inson ko'plab axborotga duch keldi. Ularning to'g'riligini ajrata olish esa aynan media savodxonlik orqali yuzaga chiqadi. Media savodxonlikning asosiy tushunchalari. Media axborotni tarqatish vositalari. TV, radio, internet, ijtimoiy tarmoqlar. Axborot odamlar orasida uzatilayotgan ma'lumot, xabar. Savodxonlik o'qib, tushunib, to'g'ri xulosa chiqarish qobiliyati. Raqamli madaniyat. Raqamli texnologiyalarni ongli va madaniyatli ishlatish. Media savodxonlikning ahamiyati. Yolg'on xabarlardan himoya. Falsifikatsiya, fake yangiliklardan saqlanish. Ongli iste'mol. Har qanday axborotni tanqidiy ko'z bilan baholash. Shaxsiy fikrga ega bo'lish. Boshqalarning fikriga to'liq ergashmasdan mustaqil qaror chiqarish. Media savodxonlik darajasini baholash. O'z-o'ziga quyidagi savollarni berish mumkin. Men har doim axborot manbaini tekshiramanmi? Har xil nuqtai nazardan solishtiramanmi? Clickbait, sensatsiyali sarlavhalarga ishonamanmi? Shu orqali inson o'zining media savodxonlik darajasini baholashi mumkin. Media savodxonlikni oshirish yo'llari. Ta'lim orqali maktab, oliygoh, seminarlar, o'z ustida ishlash, kitoblar, maqolalar, onlayn kurslar, trening va mashg'ulotlar orqali amaliy ko'nikmalarni shakllantirish. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Axborot iste'molida quyidagi savollarni berish muhim. Bu xabarni kim tarqatdi? Maqsad nima? Qanday dalillarga asoslangan? Tanqidiy fikrlash insonni manipulyatsiyadan himoya qiladi. Ishonchli manbalarni tanlash. Hukumat va xalqaro axborot agentliklari, BBC, Reuters, xalqaro tashkilotlar saytlari, ommaviy foydalaniladigan ilmiy va akademik manbalar, ko'p yillik tajribaga ega jurnalistlar va nashrlar. Raqamli madaniyat va axloq. Ijtimoiy tarmoqlarda boshqalarga hurmat bilan munosabatda bo'lish. Shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilmaslik. Boshqalarning fikr va e'tiqodlariga toqatli bo'lish. Ommaviy axborot vositalari bilan ongli munosabat. TV va internetda vaqtni me'yorda sarflash. Har bir kontentning mazmunini tushunib iste'mol qilish. Fake news va manipulyativ axborotdan xabardor bo'lish. Xulosa. Media savodxonlik bu zamonaviy hayotda har bir inson uchun zarur bo'lgan ko'nikma. Uni rivojlantirish orqali biz o'z fikrimizga ega bo'lamiz. Ijtimoiy hayotda faol va ongli ishtirok eta olamiz. Media savodxonlik bu faqat bilim emas, balki mas'uliyat hamdir. Hammaga rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat.